Assalomu alaykum Feruza opa, Assalomu xush alaykum. kelibsiz. Biz siz bilan juda ham yaxshi tanishmiz. Keling, Aha. sizni boshqalarga yaxshilab boshidan tanishtiramiz. Feruza opa Alisherovna Rossiya Federatsiyasi YUMX assotsiatsiyasi a'zosi va Yaponiya YUMX diplomi sohibi va aynan Rossiyada Oleg Xazov tomonidan o'tkazilgan YUMX seminari ishtirokchilar va ulardan ham muvaffaqiyatli o'tib sertifikatlarni olib kelgansiz. Xudo xohlasa Media Haya klinikasi o'zlarida asoschilar. Xo'p, Feruza opa, keling sizni boshidan tanishtiramiz. YUMXni o'zi nima? Aytib o'tish kerakki, YUMX bo'yicha umuman massaj sohasi bo'yicha sizdan minglab odamlar shifo topib ketishgan. Shu bo'yicha ozgina gapirsangiz, bu sohaga qanaqa kirib kelgansiz, nimalardan boshlagansiz? Baribir har bitta sohaga kirib kelishdan oldin odamni boshidan o'tgan qiyinchiliklari bo'ladi. Klinika ochish oson emas. Moskvaga borib o'qib kelgan yo'llaringiz haqida umuman bir boshidan bizani nima deydi, auditoriyamizga, yangi eski hamma auditoriyamizga bir boshidan tanishtirsangiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xo'p, bu yo'lga kirib kelishim tasodifiy bo'lgan. Mani ustozimga o'zimni qaynonamlar lecheniyaga borardilar-da, davolanishga, o'sha Grijga. O'shanda men billa tasodifan billa borganman. Ko'rib, ularni davolash uslublarini ko'rib, men qiziqib qolganman. U yerda faqat massaj bo'lmagan, massaj bo'lgan, igloterapiya, manual terapiya, hijama bo'lgan, shu sohani o'rgangan bo'lganlar. Keyin men qiziqish bildirganman. U paytda ular ham shu uyda davolardilar bemorlarni. Biz uylariga borganmiz. Keyin klinika ochganlarini, o'quvchilarni shu massajga o'qitayotganlarini, o'zi umuman hammasiga qiziqqanman, umumiy. Chunki men bir zamonaviy meditsinada akusherkalikda ishlagan. Bu soha menga qiziq bo'lgan yoki notanish bo'lgan. To'g'rirog'i ishonmaganman. To'xtang, shu joyda aytib o'taylik. Demak, siz massajdan oldin Akusherka. Akusherka. bo'lib ishlagansiz. Ishlaganman. U paytda bola tarbiyasi bilan nima bo'lganman, dekretda bo'lganman. Xo'p, bu demak sizga bu ancha muncha turtki berganda, massajda baribir akusherlik, meditsinskiydan xabar bo'lgan odamga. Men 16-bolnitsada o'sha xirurgiya korpusida, ginekologiya otdeleniyada ishlaganman. U yerda professorlar bo'lgan, kandidat nauklar bo'lgan, katta mutaxassislar, tajribali mutaxassislar bilan bu sizga katta baza bo'ladi, juda ham katta fundament bo'ladi. Keyingi shu massaj sohasida ham katta rol o'ynagan tajribada. Xullas shunaqa bo'lgan. Shunda massaj sohasi, endi ularda srazi igloterapiya, hijoma bunaqalar bo'lmagan, massaj kursi bo'lgan. Lekin ustozingizga kelganingizda birinchi massaj kursiga lekin aslida qiziqish bildirmaganman, lekin nimadandir boshlashingiz kerak-ku. Shunaqa qilib boshlaganman. Qobiliyat Alloh taolo tarafidan beriladi, kelgan mehnat. Men o'ylayman, shu onamlardan ham o'tgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xullas buni o'qib boshlaganman. Xo'p, endi menga davom ettirishimga nima turtki bo'lgan? Qachonki o'zingiz o'qiyotganingizni, o'zingiz yaxshi dars qilayotganingizni, o'zingiz o'qiyotganingizni o'zingiz bilasiz, lekin atrofdagilarni yaxshi otzivi, yaxshi fikri sizga yana ham nima beradi? Ilhom beradi. Shuni davom ettirishingiz kerakligini bildiradi. Bir kun shunaqa voqea bo'lgan. Nazariyni o'qiysiz, keyin amaliyotni qilasiz. O'sha amaliyotda ichkarida o'sha klinikada biz qarashardik. Men endi u paytda hali massajni o'zidan ham diplom olmaganman. 2 oy o'qiganmiz, men 1 oyini o'qigan bo'lganman. Parda tikishar ekan opa-singillar, endi bilasiz, pardada o'tiriladi, boshqa qiladi, yelka charchiydi. Ular meni praktikanligimni bilishmagan, men massaj qilganman, o'sha yelka umurtqa sohasini. Praktikaga haftada 3 marta borardim. Ertasi kuni bormaydigan kunim bo'lgan. Shu kuni massaj qilganman, ketganman. Ertasi kuni u ayol meni qidirganlar. Ertalab kelib qidirganlar-da, shu kechaga qilgan qiz meni qilsin deganlar. Keyin ular aytishganki, anaqa, "Voy-yo, u ishchi emas, u praktikant." deysa, keyin aytganlar, "Praktikantmi, yo'qmi, men bilmayman, lekin meni 20 yillik spetsialistlikka qildi" deganlar. Keyin o'sha kuni olganlar. Endi bir kun o'tib men borganman. Shuni kiyimimni almashtirib, shu nimaga amaliyotga kirishim bilan uzoqdan meni kuzatib keldingizmi, kutib o'tirgan bo'lganlar. Deb o'sha aytganlar, shunaqa nima bo'ldi, nima qildim, rezultat bildim. Bu yaxshi, bu tashqaridan olgan otzivingiz menga turtgan, demak men shu qobiliyat bor ekan, demak kimgadir yordam bera olayotgan ekanman
shu yo'lda davom etishim kerak ekan deb mana motivatsiya bo'ladi-ku. Shunaqa qilib davom ettirganman sekin-sekin. Undan keyin qiziqib ketganman o'sha hidjamaga, visteral terapiya, igloterapiya, manual terapiya sekin-sekin o'qib rivojlanishni davom ettirganman. Xo'p, klinika ochishga qanaqa qilib bu fikrga kelgansiz? Klinika ochish darajasigacha qanaqa yetib kelgansiz? Qanaqa baribir har bitta ayol, har bitta umuman biznesmen o'ziga bir klinika ochishga yoki qanaqadir bu ham bir biznes hisoblanadi. Biznes boshlashga bunga juda ham katta jur'at kerak. Jur'at kerak. Endi jur'at kerak. Men endi qanaqa bo'ladi, mablag' sifatdan qanaqa ochiladi, u taraflarini o'ylamaganman, to'g'risini aytsam. Men bilmaganman ham. O'ylamagan ekanman, mashaqqati bor ekan. Men shu bir xil qaysidir vaqtda keladi-ku bu to'xtamga. Men shu sohaga kirganimdan klinika ochishni niyat qilganman. Yaxshi niyat, juda ham nima qayoqdan kelgan bu narsa xayolimga bilmayman. Shu sohaga kirganimdan klinika ochishi, ustoz bo'lishi, o'zim ham o'zimni ustozimga o'xshab, o'zim ustozlarimga o'xshab o'qitishi, dars berishi, davolashni niyat qilganman. Menda o'sha kirganimdan o'sish niyat bo'lgan, to'xtash bo'lmagan. Chunki hamma narsa niyatga bog'liq-da. Aytayman, qanaqa tartibda bo'ladi, necha yildan keyin bo'ladi, qachon bo'ladi, qayerda bo'ladi, bu narsa meni qiziqtirmagan, o'ylamaganman ham. Qancha mablag' kerak? Faqat niyat bo'lgan. To'g'ri, faqat niyat qilib osmonga qarab o'tirmaysiz-ku. Menda o'qish bo'lgan niyat. Mablag' yig'ish, joy qidirish yoki kurs ochish degan narsa bo'lmagan, tushunasizmi? O'sha klinika ochish, o'qitish, auditoriya o'qitish, bilim berish bo'lgan va bilim olish bo'lgan. Bir kun ham men ishlayotganimda ham, o'qiyotganimda ham dars qilishdan to'xtamaganman. Mana hozirgacha ham bilasiz, men qachon borsangiz yozib o'tirgan bo'laman, yo tarjima qilib o'tirgan bo'laman. Nimaga? Chunki hozir ham 100% aytaman, natija shunda bo'ladi. Chunki men o'qidim, o'rgandim, bildim degan odam birinchidan o'sha joyda sinadi, to'xtaydi, rivojlanishdan to'xtaydi, keyin niyatingizga erishishingizda ham bu to'sqinlik qiladi. Odam hech qachon men zo'rman, men birinchiman deyish kerak emas ekanda o'zi. Yo'q, o'zi hech qaysi sohada zo'r bo'lmaydi. Har doim kimdir kim bu narsa yengilanadi. Bu bitta mutaxassisdan keyin bitta mutaxassis kelib chiqaradi. To'g'ri, bo'lgan bir Ibn Sino tarixda qolgan, meditsina otasi Gippokrat tarixda qolgan, kasalliklarning nomi belgilangan, masalan o'sha sindrom Bexterova deyiladi, ularni familiyasi bilan ataladi shu kasalliklar. Lekin avlod yengilanadi, har doim yangi mutaxassislar chiqadi. Nima deydi? Bilim bitta joyda hech qachon to'xtab qolmaydi. Ilm bitta joyda to'xtab qolmaydi. Umringiz oxirigacha ham siz tugatib ola olmaysiz. Umuman O'zbekistonda masalan, hop, men yoki menga o'xshagan boshqa mutaxassislar biz Instagramga chiqdik. Masalan, endi men ham necha yil oldin faoliyat boshlaganman aslida. Lekin endi Instagram olamiga endi. Bu ham endi o'sha atrofdagilar taklif buni yoriting, olib chiqing, odamlarga o'sha o'rgating degan maqsadda. Endi masalan 1 yil, 2 yil bo'lsa, endi necha yildan beri qilsam, qachongacha yana baribir bir kun kuchdan qolasiz, chunki bu kuch talab qiladi. Oldingidekka ko'p odamlarni bitta o'zingiz davolashga kuchingiz yetmaydi. O'sha shogird chiqarishingiz kerak. Bu kasbni o'zingizdan keyin qoldirishingiz kerak. Bu bilimlarni kimgadir qoldirishingiz kerak, tarqatishingiz kerak. Shu ma'noda maqsadda men Instagramni yurg'izibman, ochibman. Lekin ko'staymasin, Instagramni ochganimizga uncha ko'p vaqt bo'lmadi. Shu vaqtgacha siz bilimingiz bor ekan, rivojlanishdan to'xtamas ekansiz. Kichkinagina klinikadan ancha kengaydik. O'zingizga yordamchilar oldingiz, yangi spetsialistlar olib, o'sha xudo xolasa ular bilan birga juda ham yaxshi ishlar olib borilyapti. Yana bitta yangi xudo xolasa. Lekin Instagram ochishdan maqsad menga bemorlarning auditoriyasini yig'ish bo'lmagan. Alhamdulillah aytibman, bemorlar men praktikam paytimdan bo'lgan.
O'zingizni Bitta man hali massaj kursini tugatmasdan turib, hali qo'limga diplomimni olmasimdan turib, menda bemorlarimni bazasi bo'lgan. Men o'qib kelib yoki bo'lmasam shunaqa bo'lgan, men ustozim, massajdagi ustozim meni massaj kursini bitirmasimdan turib ishga olganlar. Menga o'zlari taklif bildirganlar. Lekin atrofimizda ish so'raganlar ko'p bo'lgan. Men umuman kutmaganman meni ishga oladilar deb. O'sha atrofdagi natijalarni kuzatganlarnikiga men aytgan, meni o'qish niyatim bor, ko'rsam men sizni ham o'qitaman, ham ishlayverasiz. Keyin o'shaning uchun men Instagramni klientlar yig'ish uchun yurg'izmayman bu narsani. Bu bilimni yoyish uchun, insonlarga o'sha foydasi bo'lishi uchun, ularning og'riqli nuqtasi, ularning muammosini yoritib berish uchun tajribamdan kelib chiqib shu maqsadda men Instagramni yurg'izganman. Yurg'izyapman hozir ham.